Hop, hammaga assalomu alaykum. Mana bizga yangi Damas olib kelishgan. Bunga Xudo xolasa pult qo'yamiz, chexol kiydiramiz, poli tashlaymiz. Yangi Damas olgandan keyin nima qilish kerak bo'lsa, buni shu boshlarda qilamiz hammasini. Xudo xolasa ko'rib baho berasizlar. Hop akalar, Damasimiz tayyor bo'ldi mana Xudo xolasa. Ko'rib baho berasizlar ishlariga. Bunga pult qo'ydik. Hop, ligushkasi bunaqalardan foydalanganmiz. Pultni qiynamaydigan qilib, yomg'ir sochillarida ortiqcha qiynamaydi, Xudo xolasa. Shuna qilib qo'ysa chiroyli. Endi hozir shuna qo'yilyapti. Hop. Evakuatoriy, poli chexol, Lenovo registrator, sarageletlar, bagajga knopka, zadniga led qo'yganmiz. Bagajlarni ko'rasizlar. Sizin yechib kelgan. Sizga kerak bo'lsa ekan egalariga qasi. Hop. Salon chiroqlariga qo'yganmiz. Yoqletlarini. Tonirovkalar topganmiz unga. Beton. O'zi qoratilgan edi. Yana to'qroq qilib tortib berdi. Xudo xolasa. Chiroyli chiqqan. Bagajda pultga ochiladi, xudo xolasa. Kameralar. Mashina hali yurmagan. Salondan chiqqanimiz biz oldimizga kelgan. Ishga tayyor qilib egalariga topshirish harakatdamiz, xudo xolasa. Egalari ham begona emas, o'zimizning qadrdonimiz, birodarimiz, do'stimiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha mehr berib, ko'ngillarida qilib beradigan niyatdamiz. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, kela olasizlar. O'zimiz to'g'rilab beramiz, mashinalarini tayyorlab beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.